Joriy yilning 30-noyabrda kuchga kiradigan tartibga ko'ra, yerosti suv olish inshootlarini suv hisoblash vositalari bilan jihozlash yo'lga qo'yiladi va bu uchun to'lov joriy etiladi. Bu uyida quduq qazib suv chiqargan aholiga ham tegishlimi? O'zi chiqib kelayotgan suvning qanday xarajati borki, uning uchun to'lov joriy etilsa? Bu savollar javobini lavhadan olamiz. Respublikamizda Gidrogeologiya markazi tomonidan o'tkazilgan xatlovda 56 mingdan ortiq suv quduqlari aniqlangan. Endi hisoblagichsiz suv olish taqiqlanadi. Faqatgina xonadon ehtiyojlari uchun kuniga 5 kub metrgacha suv olishga ruxsat etiladi. Agarda bu sondan oshib ketsa, pul to'lash zarur. Agar aholi o'z ehtiyoji uchun kuniga 5 tonnadan ortiqcha yerosti suvlaridan foydalanmasa, bunda suv hisoblagich vositasi o'rnatish majburiy emas. Soliq kodeksiga ko'ra, yer osti va yer ustidan olingan suv uchun soliq stavkalari belgilandi. Endi korxonalar va tadbirkorlar har bir kub metr yer usti suvi uchun 700 so'm, yer osti suvi uchun esa 850 so'm to'laydi. Elektr stansiyalari va kommunal xizmatlar uchun stavka ancha past, 110 va 135 so'm. Shuningdek, yerosti suvlaridan maxsus foydalanish yoki ularni maxsus iste'mol qilish uchun bo'g'ot quduqlari va buloqlar, kaptajlarda suv sarfini hisoblash vositalarini o'rnatish hamda ulardan foydalanish tartibini joriy qilish va shuningdek, qarorning birinchi ilovasiga muvofiq yerosti suv olish inshootlari suv hisoblash vositalari bilan jihozlashni ro'yxatga olish va muhrlash bo'yicha ishlarni Davlat xizmatlari markazi orqali amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan. Qishloq xo'jaligi yerlari sug'orilishi uchun esa eng arzon stavka qo'yilgan. Atiga 100 so'm. Eng yuqori to'lov avtotransport yuvish shoxobchalari hamda alkogolsiz ichimlik va pivo ishlab chiqaruvchilarga tegishli. Har bir kub metr suv uchun 15 mingdan 38 ming so'mgacha to'lov qilinadi. Sho'chib qo'ymasdan noqonuniy foydalanish holati kuzatilsa, bu soliq stavkasining 5 baravarigacha jarimalar joriy qilinadi. Shuningdek, agar suvni tejovchi texnologiyalar qo'llanilsa yoki maxsus hisoblagich orqali o'lchansa, to'lov miqdori 2 baravarga kamayadi. Xulosa qilib aytganda, yangi tartib suvdan foydalanishni tartibga soladi, uni tejashga undaydi. Muhammad Amir Hayotzoda, Kozimjon Samuxjonov, Gapiring Plus dasturi uchun.